jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish hamda ularni fosh etishga qaratilgan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktika oyligi doirasida Toshkent viloyatida giyohvandlik vositalari bilan bog'liq navbatdagi jinoyatlar aniqlandi. Xususan, Piskent tumani ichki ishlar bo'limi va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda 1986-yilda tug'ilgan 2 shaxs G'ayrat mahallasi hududida gumonlanib xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada ularning yonidagi polietilen paket ichida sotish maqsadida saqlangan jami 828 gram marixuana giyohvandlik vositasi borligi aniqlandi. Giyohvandlik vositasi daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirilib, shaxslar protsessual tartibda qo'lga olindi. Shuningdek, yana bir holatda 39 yoshli shaxs 43 yoshli sherigi bilan 65 gram gashish giyohvandlik vositasini o'ziga tegishli Nexia 1 avtomashinasining havo filtri ichiga yashirib, sotish maqsadida poytaxtga olib kelayotgan vaqtida Ohangaron tumani yo'l patrul xizmati maskanida daliliy ashyo bilan ushlandi. Mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining 273 va 276 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, giyohvandlik vositalariga qonunga xilof ravishda muomala qilish 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin.